Kitob o'qish meni hayotimga ham, bloglarimni yuritishimga ham, ishimda ham hamma narsada yordam berib keladi. Har doim. Oxiri shu qarorga kelganimdan keyin juda ham xursand bo'lganman va shu yerda o'tirib shu rejani yozganman. O'zingni o'zing angla. Bir hafta depressiyaga kirib ketganman. Nima qilyapti o'zi, nima anglayapman, nima qilishim kerak men hozir? Ayollar uchun ayniqsa depressiyadan chiqishga zo'r narsa. Siz anglagan narsani videolar orqali olish mumkin emasmi? Nimaga endi kitob o'qish kerak deb hisoblaysiz? Kitobni mazasini tushunib qolsangiz, Instagram ham qiziq bo'lmay qoladi, YouTube ham qiziq bo'lmay qoladi. Diqqatni bir joyga, fokusni bir joyga qaratishga keladigan bo'lsak, qisqa shortslar diqqatni sochib yuboradi. Kitob esa bir joyga jamlab beradi. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugungi podkastimizning mavzusi juda ham qiziq va o'z navbatida juda ham dolzarb hisoblanadi. Bugungi internet, Instagram rivojlangan zamonda, sun'iy intellekt rivojlangan zamonda kitob o'qish qanchalik muhim yoki qanchalik kerak? Bu savol albatta har birimizga qiziq tuyuladi. Nimagaki hamma ma'lumot, bizga kerak bo'ladigan barcha narsalar internet olamida mavjud. Savol beramiz va bir necha daqiqada javob olishimiz mumkin. Reelslar orqali, YouTube'dagi videolar orqali juda ko'plab ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Lekin kitobni qo'limizga olib o'qish, undagi ma'lumotlardan foydalanish bizning hayotimizda, rivojlanishimizda qanchalik muhim ahamiyatga ega. Mening bugungi suhbatdoshim kitobni sevib o'quvchi, ardoqlovchi, kitobni hayotining bir qismiga aylantirgan inson. Tanishing Meral Yusupova, amaliy videograf, kasblari orqali rivojlanib kelayotgan kuchli ekspertlardan hisoblanadilar. Meral, avvalambor tashrifingiz uchun rahmat. Bugungi suhbatimizga, studiyamizga xush kelibsiz. Meral, o'zi videografiya sohasidasiz, shu sohada rivojlanib kelayotgan kuchli ekspertlardan birisiz. O'zi boshqa sohada bo'lib turib, ya'ni videografiya sohasida bo'lib turib, kitob sohasi, book blogerlik deyiladi hozirgi kunda. Bu sohaga qanday kirib keldingiz? Nima sizga bunga turtki bo'ldi? Assalomu alaykum avvalambor. Taklif qilganingiz uchun juda ham xursand bo'ldim. Iloyim mana shunaqangi manfaatli videolar chiqarish nasib qilsin, davomli qilsin. Bu sohaga qanaqa qiziqib qoldim? Qachon paydo bo'ldi? Birinchi bu sohaga qiziqishim bu ham videografiya orqali bo'lgan. Ya'ni kitobsevar qizni videoga olganman. O'sha videolarni tayyorlab berish jarayonida u menga bitta psixologik kitob bergan. O'sha kitobni olib o'qiganimda qanaqangidir anglashlarim, dunyoqarashlarim shunchaki bir 4-5 varog'ini o'zida fikrlashlarimga qanaqangidir ta'sir qildi. Shu yerda men o'yladim, kitob o'qigan bir boshqacha energiya ham berar ekanda. Avvallari kitob o'qiganimizda bilmayman, unaqa energiyani his qilmagan ekanman. Asl maqsadim oldinlari faqat xizmat ko'rsatib pul topish bo'lgan ekan. Xizmat ko'rsataman, pul topaman. Pul uchun ishlash bo'lib qolgan ekan. O'sha kitobni o'qiganimdan keyin ayol kishi pul uchun ishlash kerak emasligini tushundim. Ayol kishi qachon pul uchun ishlasa, o'sha yerda qiyinchilik paydo bo'ladi. Mana shu narsani juda ham zo'r tushunib oldim va darhol shu yerda o'zi qayerga qarab ketayotganim, anglashlarim, nimani xohlashim, kelajakda kim bo'lishim hammasini o'tirib rejasini tuzib o'sha kundan boshlab o'zim ustimda ishlashni boshlaganman. Kasbim bor, kasbimni yaxshi ko'raman, ishlab yuraman, daromad qilyapman, oilaviy holatim, ruhiy holatim hammasi joyida deb o'ylardim. Keyin o'ylab qarasam, meni asl fitratim, ichimdagi xohlaydigan narsa umuman boshqa narsa ekan. Bu anglashlarim o'zgarganidan keyin o'zimni avvalgi holatim va hozirgi holatimni solishtiradigan bo'lsam, avvalgi holatim evropeyskiy bo'lgan. Juda ham shaddod, sho'x, hech kimdan uyalmaydigan, gapirgan gapimni xohlagan joyimda xohlagan odamni oldida ichimdagi his-tuyg'ularimni chiqarib bera oladigan inson bo'lganman. O'sha kitob o'qib tugatganimdan keyin o'sha o'zingni o'zing angla, ya'ni o'tirib reja qilib o'zimni anglaganimdan keyin tushundim. Menda ayollik fitrati ko'proq bo'lishini, ya'ni ayollarga o'xshab chiroyli ro'mollar taqishni, uzun ko'ylaklar kiyishni, uyat hissi bo'lishini, hayo, ibo degan narsalarni qanaqangidir his qildim va o'sha narsa kuchaydi. O'sha narsa kuchayganidan keyin ichimda nimadir xursand, o'sha narsalarni o'ylasam xursand bo'lib ketaman. Ro'molga kirishimni, uzun ko'ylaklar kiyishimni, yopinishimni, uyalishimni his qilsam, ichimda nimadir xursand bor. Nimaligini tushunmayapman. Keyin o'sha yerda o'ylayman, bir hafta depressiyaga kirib ketganman. Nima qilyapti o'zi, nima anglayapman, nima qilishim kerak men hozir? O'sha narsalarni tushunib, oxiri shu qarorga kelganimdan keyin juda ham xursand bo'lganman va shu yerda o'tirib shu rejani yozganman. O'zingni o'zing angla. O'zingni o'zing angla bo'yicha Instagram yurg'izaman. Kitob meni mehrimni, o'sha narsani uyg'otdi-ku menda. Kitobga bo'lgan mehrimni ochdim. Bu hislarimni
yoyishim kerak, ya'ni ayollarga bizda ham baribir ko'p bu narsalarni o'zini ichidagi iffati, asl fitrati nima ekanligini tushunmagan ayollar juda ham ko'p. Nima xohlashini bilmaydi. Mana shu narsalarni his qilsin ayollar ham menga o'xshab dedimda, shu niyatda ochdim. Undan oldin ko'p siqilganimda, nimadir vaziyatlar bo'lganda videolar ko'rardim. O'sha videolarni ko'rgan jarayonimda menga ta'sir qilgan videolarni saqlanib qilib qo'yardim. Shularni albatta bir kun ekranga chiqaraman, ommaga chiqaraman, foydali bo'ladi. Shunaqa qilib shu asosida kitob o'qiganim menga juda ham zo'r turtki bo'lgan, ichimni o'zimni anglashimga sabab bo'lgan va bu profilni ochib yurg'izishimga ham, kitobga bo'lgan muhabbatimni oshishiga ham degina kitob sabab bo'lib, o'zimni anglab, Instagram sahifamni ochib yurg'izishimga sabab bo'lgan. Juda ham yaxshi. Hozir fikrlaringizni eshitib, kitobni hayotimizdagi o'rni haqida chuqur o'ylab qoldim o'zim ham. Mana siz shu sohadasiz, videolar olasiz, kuchli ekspertlarni fikrlarini ommaga yoyishda yordam berasiz. Ya'ni hozirgi zamonda Instagram, sun'iy intellekt rivojlangan zamonda har bitta video qaysidir ma'lumotni bera oladi-da insonlarga. Qisqa muddatda siz qaysidir fikrni, qaysidir ma'lumotni olishingiz mumkin. Ya'ni vaqtdan yutgan holatda demak. Mana shunday vaziyatlarda, ya'ni siz his qilgan hissiyotni yoki siz anglagan narsani videolar orqali olish mumkin emasmi? Nimaga endi kitob o'qish kerak deb hisoblaysiz? Yo'q, anglab bo'lmaydi u narsa. Bilasizmi, agar kitobni mazasini tushunib qolsangiz, Instagram ham qiziq bo'lmay qoladi, YouTube ham qiziq bo'lmay qoladi. U yerda haqiqiy menga yoqadigan narsasi kitob sizga ayollar uchun ayniqsa depressiyadan chiqishga zo'r narsa. Bilasizmi, kitob o'qishi mazasini bilgan odam hech qanaqangi ijtimoiy tarmoqlarga qaramay qolmaydi. Instagram, Facebook, TikTok, Telegram uni hech qanaqangi ijtimoiy tarmoqlardagi qisqagina shorts yoki videolar uni hech qanaqangi e'tiborini torta olmaydi. Chunki kitobning mazasi, kitobning ichidagi hayot, kitobni o'qiganingizdagi anglashlaringiz, dunyo qarashlaringiz o'zgarishi hech qanaqangi video bera olmaydi. Ya'ni bu kitobning ichidagi ma'lumotlar shu darajada yoziladiki, inson shuni ichiga kiradi, yashaydi, his qiladi va o'shani o'ziga keraklisini oladi. Shu narsani his qiladi inson kitob o'qiganda. Va shu o'rinda bitta narsani aytib ketmoqchiman. Ko'pchilik depressiyaga tushgan, siqilgan, qiynalgan, dodlagan, mana shunaqa narsalar ko'payib ketyapti. Xo'p, shunaqa paytda kitobni olib o'qing, qanaqa mazza qilasiz. Kitob bilan chalg'ing, hayotingizda o'zgarishlarni qanaqa bo'lishini ko'rasiz. Ayollar ayniqsa, erim xiyonat qilyapti, erim yuryapti, telefoniga blok qo'yib qo'ygan, menga ko'rsatmaydi. Nima kerak senga shuni titkilab? Shunaqangi chiroyli hayotingni buzib. Undan ko'ra masax kitob o'qi, sen shunchalik o'zing bilan ovora bo'l, kitob o'qi, ishlaringni qil, rejalaringni qil, maqsadlaring sari harakat qil, ering senga qiziqsin. Bu nima qilyapti o'zi? To'g'rimi? Kitob o'qishi shunaqa mazasi zo'rki, uni tushunib olgan odam, kitob bilan kontaktini zo'r qilib tuzib olgan odam hech kim bilan qiziqmaydi. Na g'iybat, na birovning hayoti, na erini yurishi, na boshqasi. Umuman hech narsa qiziqtirmaydi. Faqat kitob olamiga cho'ng'iydi, o'zini olamida baxtli yashaydi. Juda ham zo'r fikrlarni beryapsiz. Mana shunday hissiyotlarni his qilish uchun, mana shu anglashlarga kelish uchun kitobni ham bir tanlab o'qish kerakmi? Albatta. Siz o'zingiz qanday kitoblarni ko'proq o'qiysiz? Men o'zim o'qiydigan kitoblarga keladigan bo'lsak, menga mana avtobiografiya kitoblar uncha yoqmaydi. Ya'ni kimnidir hayoti yoritilgan bo'ladi. Unaqa kitoblarni ko'proq zerikib qolaman. Masalan, Ofiyat Alloh o'qiganimda bitta ayol turmush quradi, ya'ni bog'da o'sha sevgilisini uchratib qolib, o'sha sevgilisi bilan turmush qurib, o'g'il farzandli bo'lishadi. U ayolni eri turmush qurishidan oldin boshqa inson, turmush qurganidan keyin esa umuman boshqa inson bo'lib chiqadi. Ya'ni ko'p uni azoblaydigan, unga e'tibor bermaydigan, kelib faqat uni xarxasha qilib, haqorat qiladigan, ichib keladigan mana shunaqa inson bo'lib chiqadi. U qizni so'nggi paytlarda pistolet bilan qo'rqitishga ham o'tadi. Ya'ni ichma, yaxshi hayot kechiraylik, e'tibor ber, mehr ko'rsat aytgan paytlarida men unaqa mehribon emasman deb uni urishib tashlaydigan, ko'p qo'polliklar qiladigan bo'ladi. Nega bu bunaqa bo'lib qolgan deb ayol uni kompyuterini tekshirishga o'tadi. Ya'ni o'sha erini ichib uxlab qolgan paytida borib kompyuterini tekshirganida, kompyuterida chet elda bitta europeys, ya'ni rus qiz bilan gaplashib, muloqot qilib yurgani, bir-biriga har xil videolar tashlaganligini ko'radi va qalbi juda ham og'riydi. O'sha paytda u uydan chiqib onasining uyiga ketadi. O'sha paytda eri ayolni pistolet bilan qo'rqitadi. Agar yana bir marta ketsang, o'zim otib o'ldiraman seni deb qo'rqitadi. Tahdid qiladi. U erkak shu darajada ruhiy, psixologik bir nochor ahvolga tushib qoladi. Ayolni faqat shunaqa qo'rqitib, zo'rlab yashashga majbur qiladi. Azobdan qutulish uchun
ayol qochishga harakat qiladi. Ya'ni oyisining uyiga borsa, oyisining uyiga ham borib tahdid qiladi. Ya'ni o'sha qo'lidagi quroli bilan qayerga borsa ham o'sha qurol bilan tahdid qiladigan bo'ladi. O'zini jonini asrab qolish uchun boshqa davlatga chiqib ketmoqchi bo'ladi. Qizga ham o'sha ayolni hayotini o'qiyotgan paytimda qiziqish bilan o'qiyapman-da, shunaqa joyga keldi. U qiz Amerikaga ketish kerak bo'ldi. Unga viza chiqdi, lekin o'g'lini olib chiqib keta olmaydi, erining ruxsatisiz. Oyisini uyiga tashlab ketadigan bo'lsa, oyisini borib tinchini buzadi va o'g'lini ham o'ldirishga boradigan vahshiy insonga aylanib qolgan bo'ladi. O'sha paytda u qiz vaziyatdan chiqish uchun o'g'lini masjidga tashlaydi. O'g'lini masjidda uxlatadi. 3 yosh bo'ladi o'g'il. Masjidda uxlatib, o'zi samolyotiga chiqib ketadi. Shu paytda o'sha ayolni shu darajada yomon ko'rib qolganman. Nimaga o'g'lingni tashlab ketasan? Kerak bo'lsa o'g'ling bilan birga o'lmaysanmi? O'zini jonini saqlab qolish uchun o'g'lini tashlab ketdi. Yana bir yaqiniga, kimgadir emas, umuman hech kim tanimaydigan masjidga tashlab ketdi. O'sha paytda ko'nglim qolgan bu kimnidir hayotini o'qishdan, qaror qilganman, boshqa kimnidir hayotini o'qimayman. O'sha kitobni endi oxirigacha tugatib qo'ydim. Qanaqangidir menga g'alati his-tuyg'u berdi. Kimnidir hayotini o'qib o'zingizga ham negativ, ham qanaqangidir uni energiyasini olasiz-ku siz, u kitob ichida yashaysiz, yig'laysiz. O'sha jarayonlar menga yoqmagani uchun avtobiografik kitoblarni o'qishni yoqtirmay qolganman. Real hikoyalar asosidagi kitoblar istagan bo'ladi. Shunaqa tavsiya ham qilmayman. To'qima janrlar bor, hayotiylar bor. Qanaqangidir menga yoqmaydi. Menga yoqadigan kitoblar biznes bo'yicha, marketing yo'nalishlari bo'yicha, shaxsiy rivojlanish bo'yicha kitoblar juda ham yoqadi. Bitta o'tirganda kitobni bir kunda yoki 2 kunda tugata olaman. Oshib ketaveradi. Rivojlanish uchun nima qilish kerak, nima bo'ladi, qanaqa yo'l tutish kerak, biznesni boshqarish qanaqa, ularni maza qilib o'qiyman. Uyqu kelmaydi ko'zimga. O'g'ri ko'shari kitoblari bor. Ular ham zo'r. Ham psixologik, ham diniy ikkalasini o'rtada ushlab turadigan zo'r kitoblar yozgan. Ularni maza qilib o'qiyman. Bundan tashqari Falaq nashri kitoblari bor. Quloqim senda qizim, Fotimaning bolasi, Habibimiz oramizda bo'lsalar edi. Bir qancha Falaq nashri kitoblarini ko'radigan bo'lsanglar, juda ham qiziqarli va o'qisa bo'ladigan mana shunaqa kitoblarni o'qishni tavsiya qilaman va menga yoqadi. Mana shu o'qigan kitoblaringiz, juda ham ko'p kitob o'qirkansiz. O'zingizni mana bu kasbingizni rivojlantirishda, ijod qilishda, kontentlar yaratishda sizga qanchalik yordam beryapti? Kitoblar ijodga juda ham zo'r ta'sir qiladi, zo'r yordam beradi. Ya'ni har xil kontentlar qilishingizga, ayniqsa o'zingni o'zing anglab profilimni yurg'izishni boshlaganimda, shu bilan birgalikda o'zingni o'zing anglab profilimni ochib yurg'izishni boshlaganimda, ishonasizmi, kitob profillardan takliflar tushgan. Ya'ni bizga Facebook chiqib bering yoki videolarimizni qilib bering yoki nimadirlar taklif bilan chiqishgan, reklama qilib bering deb. Unaqa qobiliyatim, unaqa bilimim yoki nima deydi, uyalganman to'g'risi qilib berishga. Meni hali profilim unaqa zo'r emas, qilib bera olmayman deb aytganman-da. Nima deydi, bu kitob o'qish meni hayotimga ham, bloglarim yuritishimga ham, ishimda ham hamma narsada yordam berib keladi, har doim. Demak, kitob insonni tafakkurini o'stiradi. Reelslar, videolar sizga tayyor fikrni berar ekanda, to'g'rimi? Ya'ni u ekspertning fikri. Lekin kitob o'qish orqali insonni o'zi fikrlashi o'zgaradi, o'zi tafakkur qiladi. Juda ham suhbatimiz maroqli kechyapti. Shaxsan o'zimga ham yoqyapti va mana shu joyda bitta muammo, men jamiyatimizda ko'rayotgan muammo. Endi siz bunga qanday qaraysiz? Hozir savolimdan kelib chiqadi. Yoshlar o'rtasida shortslar ko'rish, reelslar ko'rish, ya'ni scrolling deyiladi. Juda ham kuchaygan hozir, juda ham ommalashgan va bu narsa insonni fokusini tarqatadi. Mana shu fokusni yig'ish uchun kitob o'qish muhim degan xulosaga kelganman. Shaxsan o'zim mana shu yoshlarni tarbiyasida, ularni rivojlanishida, ertangi hayotini qurishda kitobni o'rni sizningcha qanchalik muhim? Bu nima deydi, juda ham dolzarb masala hozirgi kunda. Chunki hozirgi Z avlod sabrsiz, mas'uliyatsiz bo'lib ko'z o'ngimizda gavdalanyapti va har bitta hozirgi yoshlarga, o'sib kelayotgan o'smirlarga tavsiya qilaman kitob o'qishni. Kitobni qanchalikda biz kattalar targ'ib qilsak, qanchalikda ko'p ularni kitobga muhabbatini oshirib, kitob deb har videolarimizda, e'lonlarimizda kitobga bo'lgan mehrimizni o'zimiz ko'rsatsak, yoshlar ham o'shanga qarab kitobga bo'lgan mehrlari kuchayadi. Diqqatni bir joyga, fokusni bir joyga qaratishga keladigan bo'lsak, qisqa shortslar diqqatni sochib yuboradi. Kitob esa bir joyga jamlab beradi va so'z boyligini oshiradi, ichki sakinatni beradi. Va eng muhim joyga keladigan bo'lsak, oilalarda, ya'ni o'zimiz ota-onamiz, o'zimiz uyda kitob o'qiydigan bo'lsak, farzandlarimiz ham kitob o'qiydigan bo'ladi. O'zimiz faqat telefonda, kompyuterda o'tiradigan bo'lsak, bizni ko'rgan farzand hech qachon kitob o'qiydigan bo'lmaydi. O'zimiz telefon ko'ramiz, o'zimiz reelslar ko'ramiz, bizni farzandimizga qanaqa qilib kitob o'qishga majburlaymiz.
Xitoylarning mana bunaqa metodikasi bor-da. Kitob qo'liga oladi, ichiga telefon solib oladi. Bola ko'rganini qiladi. Qanaqa bo'lsa ham farzandlarini kitobga muhabbatini oshiryapti ular. Bizcha biz nima qilamiz? Farzandlarimizga kitobga bo'lgan muhabbatini oshirish uchun, farzandlarimiz o'zini ustida ishlash uchun nima qilamiz? Har bitta ayol yoki erkak o'ziga savol berish kerak. Farzand menga Alloh ne'mat qilib berdi. U uchun nima qilaman? Qaysi yo'nalishga yo'naltiryapman? Hozir ko'pchilikda yosh 5-6 yoshlarning qo'liga telefon berib qo'ygan. Zamonaviy meni o'g'lim. Bilasizmi, men bitta narsaga achinaman. Farzandi telefonda YouTube'ga kirib video qo'ygan 2 yoshar bolasi telefonda kirib YouTube'ga qo'yib olsa, Instagramga kirib videolarni ko'rsa yoki rasmga olsa xursand bo'ladi. Meni o'g'lim telefonni hozirdan tushunyapti. Inson, seni o'g'ling hozirdan telefonni tushunyapti. Shu faxrmi? Ayting menga. Faxr emas, bu aslida g'urbat. Nima u o'g'lini 2 yoshar o'g'lini yoki qizini, farzandini YouTube'ga kira olyapti, rasmga olyapti. Meni o'g'lim zo'r. Umuman noto'g'ri fikr bu. Biz ota-onalar o'zimiz fikrlashimizni o'zgartirishimiz kerak. Biz ota-onalar avval o'zimiz kitob olishimiz kerak. O'shanda farzandlarimiz ham kitob o'qiydigan bo'ladi. Endi mana shu suhbatimiz davomida ko'ryapmizki, kitobni juda ham o'rni katta ekan bizni hayotimiz yaxshilanishida, rivojlanishimizda. Endi insonlar hozirgi kunda internetga, Instagramga, videolarga, audiolar eshitishga o'rganib qolgan zamonga baribir yetib keldik. Buni haqiqat, bundan ko'z yuma olmaymiz. Endi ularni yana kitob o'qish ko'nikmasini oshirish uchun, buni izchil, ya'ni davomiy qilish uchun qanday maslahatlar berardingiz? Men o'zim qo'llagan metodikani aytib o'taman. Birinchi kitob o'qishi, oldinlari kitob o'qiganimda 2-3 bet o'qisam uxlab qolardim. Uyqum kelib qolardi. Keyin ayniqsa kechqurunlar agar uxlamasam, hozir kitob o'qisam uxlab qolaman derdim-da. Kitobni uxlash uchun o'qirdim. Lekin keyin kitobga bo'lgan muhabbatim oshib, o'zimni rivojlantirib harakat qilganimdan keyin qanaqa metodika qo'lladim? Ya'ni har kuni ertalab bomdoddan keyin 5 bet kitob o'qiyman. Birinchidan yaxshi dam olib turgan bo'lasiz. Birdaniga ko'p o'qib, o'zingizni miyangizni qo'rqitib qo'ymaysiz-da. Har kuni 5 ta, balki 10 ta yoki o'qiy olmasangiz 2 ta boshlanishiga har kuni 2 ta bet yoki 5 betdan o'qisangiz, lekin shuni davomiy qilishingiz kerak. Masalan, bir kun 1 soat o'qib qo'yib, keyin bir hafta qolib ketishi umuman noto'g'ri narsa. Agar kitobga bo'lgan mehringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, shu maslahatni beraman. Har kuni soatlab emas, ya'ni o'sha bitta vaqtni belgilab qo'yib, o'sha vaqtda 5 bet, 10 bet o'qib, o'zingizni ham charchatib qo'ymaysiz, miyangizni qo'rqitib qo'ymaysiz, kitobni davomiy o'qiysiz. Mana shunaqa metodika bilan o'qiydigan bo'lsangiz. Demak, kitob o'qishni ko'nikmasini shakllantirish uchun siz aytgan metodikalarni qo'llash va kitobni yaxshi ko'rgan insonlar bilan ham suhbat bo'lish, mana shunday qiziqarli podkastlarni ko'rish ham albatta yordam beradi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, chunki meni ko'p qiziqishimga sabab bo'lgan narsalar ham asli shuda. Videografiya sohasida ishlayman. Niyat qilganman ilm yo'lida xizmat qilishga, videolarni tayyorlab chiqarishga. Niyatimga yarashasini bergan atrofimda faqat ilm yo'lida xizmat qiladigan insonlarning videosini olaman va shularni chiqaraman. Ularni qilayotgan harakatini, metodikalarini ko'rib, ularning bilimlarini ko'rib, to'g'risini aytaman, men bilimda o'g'riman. Ularni ko'rib, nima qilyapti o'zi bilan, qanaqa yo'l tutyapti, qanaqa metodikalarni qo'llayapti, hammasini plus syomka qilyapman, o'rganyapman, mustahkamlayapman montajda. Videografiya kasbim menga kitob o'qishimga, anglashlarimni o'zgartirishimga, mana shunaqangi mashhur insonlar bilan ishlashimga juda ham katta yordam bergan. Samimiy suhbatingiz uchun rahmat. Kelganimdan buyon qaradim, ish joyingizda ham juda ham kitoblar ko'p ekan. Kitobga mehrli insonni, muhitini bittada sezadi-da inson. Va sizga, shogirdlaringizga mana shu kitob o'qib, ijodkorliklarini ochib, kelgusi ishlarida buni qo'llab, hayotda qiziqarli kontentlar yaratib va u orqali insonlarga yaxshilik ulashib, ularning bilimini oshishiga, hayotlari yaxshilanishiga, daromadlari oshishiga yordam berib yurishingizni tilakdoshman. Tashrifingiz uchun rahmat. O'ylaymanki, bu suhbat kuzatuvchilarimizga ham qiziqarli bo'ldi. Agar sizlarda mana shunday kitobga bo'lgan ozgina bo'lsa ham qiziqish uyg'ota olgan bo'lsak, biz o'zimizning maqsadimizga erishdik deb o'ylaymiz. Yana qaysi mavzularda suhbat qilishimizni xohlaysiz? Kitobxon, kitobni sevuvchi insonlardan yana qanday maslahatlar olishni istagan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi safar biz buni albatta inobatga olamiz.